Men sotdim Lacetti'ni Olex'dan olib keldim. Notariusga borganimizdan keyin endi bo'lyapti deydi. Akalar 2011-yil ishlab chiqarilgan 1.8 motor bilan jihozlangan Lacetti avtomobilini ko'rsamiz. Narxini boshida ayta qolaman, mayda-chuyda o'tirmayman. $3190. Kimgadir mana shu mashina ehtiyoji odam olib minsa, biz ham maza qilamiz va mehnatimizni rohatini ko'ramiz. Xo'p, kraskasi etpetlarida bor. Salon holatlarini ko'ringlar. 1.8 motor bilan jihozlangan. Yurgan probegi ko'p, 600 ming ekan. Yaxshi ho'l barla qo'yilgan, o'zini zavodga aytganda video registratorlari bor. Mana shunaqa chaqa-chuqalarni ko'rdim. Meni narxiga yarasha, lekin 2011-yil akalar, 2011-yilga bunaqa Lacetti'ni hech qayerdan topa olmaysizlar. Topsanglar ham yo'q narx kanalga ko'rasizlar, tekin reklama qilib beramiz. Mana shu yerda ham ozgincha gullagan, keyin qirilgan joyini ko'rdim, lekin diskalar taqib qo'yilgan. Gazi ham bor ekan akalar. Kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, nomerini Telegram kanalga qo'yaman. Telegram kanalga o'tib, telefon qilib, bemalol tekshirib, baraka qilaverasizlar. Bizda har doimgi rost bor narsani qo'yamiz, yo'q narsani ko'rsatadigan darajada ahmoq inson emasmiz. Birovni vaqtini olish, demak, ulug' ayyom kunida juda ham katta gunoh. Rahmat hammanglarga, tan joningiz sog' bo'lsin. Yo'q narx kanaliga, Telegram kanaliga nomerini qo'yilyapti. Har kuni Telegram kanaliga 10 ta 15 talar Jema hamda inomarka mashina qo'yib bormoqdamiz. Bunda ko'p insonning xabari bo'lmagani uchun Telegram kanaliga o'tib olishinglarni maslahat beramiz. Telegramda gap katta, bosinglar.